Yaqında ijtimoiy taratqularda tarqalgan Malik Nabi ismli bir Uyg'ur Weibo cho'lponining Isroiliyalik YouTuber Razgal Or bilan tushgan surati muhojiratdagi Uyg'urlar orasida kuchlik g'ulg'ula qo'zg'adi. Razgal Or, ya'ni Xitoyda Gaoyosi degan xitoycha ism bilan dangliq bo'lgan bu YouTuber o'tgan yili Xitoy hukumatining Uyg'urlarni majburiy emgakka selayotganlik jinoyatini aqlab ishlagan bir yurish videolari bilan diqqat tortgan edi. Malik Nabi Gaoyosi bilan tushgan suratini Instagram qatorliq barliq ijtimoiy taratqularda tarqatgan bo'lib, Amerika, Yaponiya, Angliya va boshqa joylarda yashayotgan Uyg'urlar Malik Nabining bu rasmining ostiga o'zlarining inkaslarini yozgan. Inkaslarda ular Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi va bu jinoyatini ashu Gaoyosidek chet ellik tashviqotchilar orqali yuyishga urinayotganligini eskartgan. Ular yana uning bu xil ahvolda o'z yurtidagi yurtdoshlarning ahvolini o'ylab baqmaganligini so'raganda, Malik Nabi bu turdagi inkaslarning hammasini o'chirib etgan. Amerikada turishliq Qalbinur G'inining hadisi Ra'no Gulg'ini 2018-yili lagerga elib ketilib, 2020 17 yillik kesiltilganlik oshkorlangan edi. U Malik Nabining rasmining ostiga Xitoy hukumatining Uyg'urlarga va oilasiga yurgizayotgan jinoyatini bildirib inkas yozgan. Qalbinurning radiomizga aytishicha, Malik Nabi uningga ayrim uchur yozib, sat gaplar bilan tillagan. Shundan Instagramga qarab, yilqiban public o'zingizga postniki bir komen yozdim-a. Sen sesib Cumhuriyet hukumatiga yordamlashib, Uyg'ur qirg'inchiligini yo'shirish, ham yo'q chiqarish to'g'risida tashviqot etgansa, ham shu tashviqot etganlardan birlashadigan. Agar mushlar rost bo'lib qolsa, mendek bir Uyg'urning dedim. Atsi turmada, mening besh navra atsinglarim turmada, tag'larim turmada, nechisining xavri yo'q. Mendek odamlar qarab turmaydi. Agar mush rost bo'lib qolsa, shundan Angliyada qonun orqali birada tug'usiz qiyatimiz deb yasam, agar mushu qonunchilar rost bo'lib qolsa, Xitoy bilan Xitoy hukumatiga yordamlashib Uyg'ur qirg'inchiligini yo'q chiqarish to'g'risida ishlayotgan bo'lsam, deb bir degan public comment yasam, uzoq o'tmaydi menga private chiqibdi. Og'zini buziblar. Nyu-Yorkda yashaydigan Uyg'ur yosh Steven Mo Malik Nabining Instagram'dagi rasmining ostiga mundaq deb yozgan. Uyg'urlarning bugünkidek echinishlik vaziyatida Uyg'ur bo'lish sifating bilan ruhini pulga sotgan, Xinjiangdagi irqiy qirg'inchilikni aqlashga urinayotgan bir qora niyat bilan apaq-chapaq bo'lsang qanday bo'ladi? Ashu jazo lageridagi yurtdoshlaringga, majburiy emgakka selinayotgan qarindoshlaringga yuz kela olamsan. Ma'lum bo'lishicha, Razgal Or, ya'ni Gaoyosi, Xitoy Isroiliya savdo uyushmasining faxriy raisi, isroiliyalik savdogar Amerikal Orning o'g'li ekan. Amerikal Or Infinity guruhining qurg'uvchisi. Infinity guruhining qurilishini bo'lsa, Xitoy taraqqiyot bankisi mablag' bilan ta'minlagan ekan. 2017-yili Gal Or 20 yildan buyon Xitoy Isroiliya savdo munosabatiga qo'shgan zo'r to'hfasi uchun Xitoy hukumati tomonidan do'stlik mukofotiga erishgan ekan. Bu mukofot Xitoy hukumatining chet ellik mutaxassislarning Xitoyning iqtisodiy taraqqiyotiga qo'shgan to'hfasi uchun beradigan eng oliy sharaf mukofoti ekan. 2020-yili 1-oyda Gal Or Xitoydagi Xitoy Isroiliya savdo uyushmasining faxriy raisligiga tayinlangan. Gaoyosi Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlari Xitoyning Uyg'ur rayonida ishlab chiqarilgan paxta mahsulotlariga jazo tadbirlari qo'llangan Lekin chet ellik sayohatchi nomida Uyg'ur rayonidagi kivezliklar va zavodlarda ishlayotgan Uyg'urlarni ziyorat qilish orqali Uyg'ur majburiy emgakini yo'qqa chiqarishga urinadigan chet ellik tashviqotchilarning biri edi. Gao Zhiming va Gaoyosi Dadabalaning Xitoy hukumati bilan bo'lgan bu xil yaqin hamkorligi vaziyat kuzatuvchilarining diqqatini tortgan. Biz Gaoyosi to'g'riliq chiqqan bu uchurlar haqida uning o'z inkasini elish uchun uning bilan aloqalashishga tirishgan bo'lsak-mu, ammo u yozgan el-xatlarimizga javob qaytarmadi. O'tgan yili 4-oyda Gaoyosining Uyg'ur rayoniga berib, atalmish kivezliklar va zavodlarda o'zlari xalab ishlayotgan Uyg'urlarni ziyorat qilish orqali Xitoy hukumatining Uyg'urlarni majburiy emgakka selayotganlik jinoyatini aqlab ishlagan bir yurish videolari tarqalgan edi. Biz ayni vaqtda uningdan savol so'rab el-xat yozgan edik, ammo u shu vaqtda savollarimizga javob qaytarmagan edi. O'zining kimligini oshkorlashni xohlamagan Steven bu vaqtda radiomizning ziyoratini qabul qildi. Bu bola ikki hafta oldida Mao Jumbodan chiqqan bir Isroiliyalik Yahudi bir bola bor. Gaoyosi deb bir bola bor. Men bu tur Mao'lik vatandagi pax to'g'riliq ko'rib bildim. Ashu, men to'layman buni dedim. Aniki keyin nimsoq naqshu bola ekan. Shu bola bo'lganiga bu ikkisi ashada ko'rishgani bu rasmni ko'rib bizningki Mao jiq Uyg'ur bolalar buni ko'rib shundoq achchiqlik qanday mindaymizliqini. Mening ko'z qarashimcha vatandagi o'zimizningki hamma tutqanlarimiz hozir shundoq qiyinchilikda. Mayli lagerdaydi, yo bo'lmasa Mao virusning sababida uyda sunduq, nimqib, osh qolganlar osh qilib, binolardan sakraydiganlar sakrab, lagerning ichida force label. Mushu men boyso'zlagan hamma narsa osh ko'z oldimda keldi-da, ko'z oldimda kelgandan keyin shuning bu ish to'g'riliq men uchun achchig'im bor dedim.
2016 yılı deyman. Şu yılı bu balalık Weibo'nun üstünden. Başının üstünde sözleydi. O vaxtıda bu balam şu Amerika'da değil. Şu vaxtıda bu bir videoda bu annesi bilip ketken bu balını. Şu videonun ki ismi adırıkçı ben isimli bağındı. Oktrayan da 世界上有这么一种人非常看不起中国人。Şu videodan bu balının namı çıkıp ketken. Şu şundalık dansı çıkıp ketken. Bu videodan ki yani netçe şundalık mesela hükümet kitiydiği videolarını işilgen. İşte hani bunun ki dansı tekmi çıkıp gitti. Ahire bu Weibo'nun üstüne labılarla toktan tüzüp aşağıya video işilip bu aşı videodan hem de özgün krem buldu da. Malik Nabi bilan to'liq o'tir maktabda parallel sinfda o'qigan bir maktabdishining radiomizga bildirishicha, Malik Nabi Uyg'ur rayonining G'ulji shahridan bo'lib, G'ulji shaharlik 3-o'rta maktabda qo'sh tillik sinfda o'qigan ekan. Malik Nabining ijtimoiy taratquldagi uchurlarga qaraganda, u 2013-yildan 2018-yilgacha Amerikadagi Rutgers universitetida pul muomala kasbida o'qigan. Bu mezgilda uning Xitoyni maqtab ishlab Weibo'da tarqatgan videolari Xitoyda qizg'in olqishga erishgan. Hatto Xitoy jamiyatlari tarafidan vatanparvar muhojir o'quvchilarning ulgusi bo'lib baholangan. Malik Nabi vatanparvar muhojir o'quvchilarning ulgusi obrazi bilan Xitoyda dangliq tor cho'lponiga aylangan bo'lib, hozirgacha Weibo'dagi agashkuchisi 2 million 800 mingdan ko'p ekan. U oldingi oyning 3-kuni, ya'ni Xitoydagi yuqum kontroli ahvoli toza yuqori pallaga chiqqan kunlarda Beijingdan Londonga yetib borgan. Uning chet elga chiqishi bir turkum Xitoy tordoshlari tarafidan vatanni tashlab qochgan xoin deb qattiq tanqidlashga uchragan. 10-oyning 7-kuni Malik Nabi Weibo'ga uzun yozma yo'llab, o'zining mablag' to'plaganligini va Amerikada şirket qurganligini ishkorlagan. Uning bu yozmasida yana TikTok va YouTube'ni tovarlashtirish va Xitoy shirkatlarining Shimoliy Amerika bozorini taraqqiy qildirish uchun xizmat qiladiganligini bildirgan. U yozmasining oxirida yana "Men izchil Xitoy fuqarosiman. Kelgusidimi faqatla Xitoy fuqarosi bo'laman" deb yozgan. U ijtimoiy taraqqularga yozgan bu bayonoti orqali o'zining Xitoyga bo'lgan sodiqligini ta'kidlashni unutib qolmagan. Qalbinur G'ani ziyoratimiz jarayonida Uyg'urlarning uydan taloqa chiqishi tas bo'layotgan bu kunlarda Malik Nabining necha davlat otlab faoliyatda bo'lishini Xitoy hukumati chet ellardagi tashviqotini kuchaytirish uchun maxsus o'rlashtirgan deb qaraydiganligini bildirdi. Uyg'urlarning ahvolida bir Jumboning pasporti bilan Angliya, Amerika, Beijing orliqida muncha qatnab tura oladigan shaxs uning ustiga ochiq oshkora TikTok orqali Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi yolg'on so'zlayotgan Isroillik lashmolar rasmga tushib, uning bilan so'z to'g'rilashayotgan deb chiqarishning o'ziga nurg'un odamlar manlama samimiyatida bu aniqlar Jungo hukumati tarafidan avatilgan yoki Jungo hukumati bilan shuningdan mablag' elib davlat sirtida Uyg'ur qirg'inchiligini yo'q chiqarishga urinayotgan shpion bo'lishi mumkin deb aytadi. Steven Mo ziyoratimiz jarayonida Malik Nabining o'zini hech qachon Uyg'ur deb baqmaganligini ta'kidladi. U yana mundaq dedi: "Ammo bu balninki azaldan o'zligi bir Uyg'urligini demagan, og'zidan chiqarmagan. Men bir Uyg'ur, başlamışlarda qilgan video, azaldan da video ishlab baqmagan. Bu videoning ichidami bunda gap so'zlar chiqarmagan. Qattiq chiqarmagan. Men Steven o'rta maktabni, boshlang'ichni, amilni ashulaqa maxsus maktabda o'qitgan bo'lgan. Hatta keyin ishkirda xizmat qilib, ishkirda 13 yil turdim. Rasmiy Xitoylashib ketgan Uyg'ur bo'lsa, manchilik nami 10-chi daraja emas. Nami unda hargiz unda talamayman bundaga. Bunda ishni men hargiz qilmayman. Meni vijdonim unmaydi bunday ish qilishga. Bizamniki millatimninki, qarindoshlarimninki jefsining ustida dastab turib su o'ynamayman. Unda ish qilmayman. Hargiz unda ish qilmayman. Bu bola shu o'zining millatiningki, shu o'lib ketgan qarindoshlarininki jefsining ustida dastab usul tans o'ynab ashda bo'tgan bir bolaman. Mushlar odamlarni bir ko'rib oshkorlab Nindayimizlikı özünün milletini satqan millet satqunchilar bulardı deb o'ylayman dedim. Steven axırda agar Malik Nabi bilan ko'rishgan bo'lsa, uningga aytadigan so'zi borligini aytib mundaq dedi. Uningga deydigan gapim shu. Sening gilandan o'zingning milletningki qinini chilgan nan gilandan qanday o'tadi? Endi bu xalq so'zlarda tushunishim men to'g'raydi endi. Qaysi yuzing bilan o'zingning milletanga yuz kilalaysa, lagerdagi shu qarindoshlaringga Şunun kısmında çıdaydı o. Aylıkları atası ülüp kesse balları kilemeydi o. Ahire ülgeci mesela tuturak karşı yergi düşergen gibi özünki aylıkı kilemeydi o. Sen kanda çıdaysa aşağı deydim ben.
Qalbinur G'ani ziyoratimizning oxirida Malik Nabi agar rostilla Amerika tuprog'ida yashab, Uyg'urlarning manfaatiga ziyon soladigan tashviqotlar bilan mashg'ul bo'lsa, Amerikada ma'qullangan Uyg'urlar haqidagi qonunlar orqali bartaraf qilinishini umid qilganligini bildirdi. Malik Nabi Xitoydagi ijtimoiy aloqa to'g'risida Weibo'da Xitoycha Mako degan ism bilan tanilgan ekan. Ma'lum bo'lishicha, u 1994-yili Uyg'ur rayonining G'o'lji shahrida tug'ilgan bo'lib, to'liq o'rta maktabni G'o'lji shaharlik 3-o'rta maktabda o'qigan ekan. Keyin u Amerikaga o'qishga kelib, 2018-yili Rutgers universitetining Savdo institutini bitirgan. 2017-yili 12-oyning 3-kuni u o'zining Facebook betida 2017-yili 12-oylarda Beijingga qaytib, axborot e'lon qilish yig'inlariga qatnashib, nutq so'zlaganligini va hayotidagi eng yaxshi tug'ilgan kunini o'tkazganligini yozgan. Malik Nabi 2018-yili Rutgers universitetidan o'qish bitirgandan keyin Kolumbiya universitetiga aspirantlikka qabul qilingan. Ammo u bu maktabdagi o'qishini davom qilmagan. Uni taniydigan radio anglag'uvchilarimizning radiomizga yetkazgan ma'lumotlariga qaraganda, u Kolumbiya universitetida aspirantlikda o'qiyotgan mezgilda Beijingdagi Tsinghua universitetining o'qish mukofoti puliga erishgan va Beijingga qaytgan. Uning o'zining ijtimoiy taratqularda yaqinda tarqatgan uchurlariga qaraganda, u bu yil 6-oyning 25-kuni Tsinghua universitetidan magistrlik unvoniga erishgan ekan. Bu programmani Nur Iman tayyorladi.